Bugun sizlar bilan притяжательная konstruksiya degan mavzuni ko'rib chiqamiz. Nomidan bu qanaqadir qo'rqinchli, qiyin mavzudek tuyulishi mumkin. Aslida unaqa emas, juda ham oddiy va qiziqarli mavzu. Tasavvur qiling, sizda nimadir bor, hozir bor. Bu haqida gapirishni o'rganamiz. Oldin sizda nimadir bo'lgan, bu haqida gapirishni o'rganamiz va kelajakda sizda nimadir bo'ladi. Shular haqida to'g'ri gapirishni bugun sizlar bilan o'rganamiz. Agar hozirgi zamon bo'ladigan bo'lsa, biz bor, yes degan so'zdan foydalanamiz. Endi olmoshlar qanday o'zgaradi? Biz predlogdan foydalanamiz. Bu u predlogi. Misol uchun menda nimadir bor deyish uchun u меня есть deyishimiz kerak. Senda nimadir bor deyish uchun esa у тебя есть. Unda nimadir bor, у него есть, у нее есть, unda bor, u qiz bola. У нас есть, bizda bor, у вас есть, sizda bor, у них есть, ularda bor. Va у меня есть deganimizdan keyin bor narsamizni nomini qo'ysak bo'ladi. Например, у меня есть книга. Mani kitobim bor, menda kitob bor. У тебя есть машина. Senda mashina bor. У него есть игрушки. Unda o'yinchoqlar bor. У нее есть коробка. Unda коробка bor. Коробка o'zbekchada quti. Да. У нее есть коробка. У нас есть телефон. Bizda telefon bor. У вас есть карандаш и ручка. Sizda qalam va ruchka bor. У них есть тетрадь. Ularda daftar bor. Bu yerda muhim narsa bu olmoshlar qanday o'zgarayotganligini eslab qolish. У меня есть, у тебя есть, у него есть, у nее есть, у нас есть, у вас есть, у них есть. Va hozirgi zamon bo'lganligi uchun yes so'zdan foydalanamiz. Va oxirida xohlagan otimizdan foydalansak bo'ladi. Otni rodiga ham, soniga ham e'tibor bermaymiz. Endi esa siz bilan misollar ko'rib chiqamiz. У меня есть семья. У меня есть семья. Menda oila bor. У нее есть брат. Unda aka bor. Uning akasi bor deb o'zbekchada odatda gapiramiz. Agar so'zma-so'z tarjima qilsak, unda bor bo'ladi. У нас есть вопросы. Bizda savollar bor. У тебя есть кошка? Sening mushuging bormi? E'tibor qiling, bu savol gap va savol gapda biz faqatgina ohangni o'zgartiramiz. Agar oxirida nuqta bo'lganida у тебя есть кошка degan bo'lardi. Savol bo'lganligi uchun ohangni o'zgartiryapman. У тебя есть кошка? У него есть новый дом, uni yangi uyi bor. У вас есть свободное время. Bu savol gap. Demak, nima qilamiz? Ohangni o'zgartiramiz. У вас есть свободное время. У вас есть свободное время. Bo'sh vaqtingiz bormi? У них есть друзья. Ularda do'stlar bormi? Keling yana bir marta o'qiymiz. У меня есть семья. У нее есть брат. У нас есть вопросы. У тебя есть кошка? У него есть новый дом. У вас есть свободное время. У них есть друзья. Siz albatta bu gaplarni o'zingiz ham o'qing va o'shanda ohangga e'tibor bering. Oddiy gapda bizning intonatsiyamiz o'zgarmaydi. Savol gapda esa ozgina oxiri ko'tariladi. У тебя есть кошка? У тебя есть свободное время? Ohang ozgina o'zgaradi va biz ohang yordamida bu so'roq gap, savol berayotganligimizni ifodalasak bo'ladi. Bu hozirgi zamon edi. Hozir menda nimadir bor deyishni o'rgandik. Endi esa o'tgan zamonni ko'rib chiqamiz. O'tgan zamonda biz so'zni, ya'ni bizda bor narsani rodiga va soniga qarab быть fe'lidan foydalanamiz. Быть bu bo'lmoq degani, faqat biz hozir bu fe'lni ozgina o'zgartiramiz. Agar sizda mushkoy roddagi narsa bo'lgan bo'lsa, был deymiz. Например, у меня был телефон. Agar женский roddagi narsa bo'lsa, была, средний род uchun было, ko'plik uchun esa были. Например, посмотрим. У меня был мужской род ishlatamiz. У тебя была va женский roddagi ot. У него было средний roddagi ot ishlatamiz и у nее были ko'plikdagi ot ishlatishimiz kerak bo'ladi. Hozir esa e'tiboringizni misollarga qarating va qaysi fe'l, qaysi ot bilan kelyapti, rodiga e'tibor qarating. Например, у меня была кошка. Кошка so'zi женский rodda, shuning uchun была dedik. У меня была кошка. Menda mushuk bor edi. У тебя сегодня был урок? Seni darsing bo'ldimi? Senda dars bormidi? У тебя сегодня был урок? Урок so'zi mushkoy rodda и biz billdan foydalandik. У него был сложный экзамен. Экзамен so'zi mushkoy rodda, shuning uchun biz был dedik. У него был сложный экзамен. Unda murakkab imtihon bor edi.
У нее была красивая sumka. Uni chiroyli sumkasi bor edi. Sumka so'zi женский rodda, shuning uchun была sumka. У нас была важная встреча. Bizda muhim uchrashuv bor edi. У нас была важная встреча. Встреча so'zi женский rodda, была ham женский rodda. Bir-biri bilan moslashyapti. У вас были уроки? Уроки ko'plikda, были ko'plikda. У них было собрание сегодня утром. У них было собрание сегодня утром. Собрание so'zi majlis средний rodda, shuning uchun byladan foydalandik. У них было собрание сегодня утром. Bugun ertalab ularda majlis bor edi yoki bo'lmasa majlis bo'ldi desak ham bo'ladi. Endi esa eng osoniga o'tamiz. Bu kelasi zamon. Kelasi zamonda esa biz bo'lgan narsani, sodir bo'lgan voqeani soniga qarashimiz kerak bo'ladi. Agar ot birlikda bo'lsa будет, agar ko'plikda bo'lsa будут. E'tibor qiling. Например, menda ruchkam bo'ladi. У меня будет ручка. Ruchkalarim bo'ladi demoqchi bo'lsak, у меня будут ручки. Albatta e'tiborimizni soniga qaratishimiz kerak bo'ladi. Значит, будет birlikda, будут esa ko'plikda ishlatiladi. Hozir misollar ko'rib chiqamiz, yanada tushunarli bo'lishi uchun. У меня завтра будет важная встреча. Встреча birlikda, uchrashuv birlik, shuning uchun будет. Ertaga muhim uchrashuvim bo'ladi. У тебя будет новые проекты. Proyekti ko'plikda, shuning uchun будет. У тебя будут новые проекты. Sanda yangi proyektlar bo'ladi. У него будет экзамен. Bitta экзамен, shuning uchun будет. У него будет экзамен. У нее будет новая прическа. Uni yangi soch turmagi bo'ladi. Слово прическа женского рода, shuning uchun будет. У нас завтра будут гости. Bizda ertaga mehmonlar bo'ladi. Гости mehmonlar и будут fe'limiz ham ko'plikda. У вас будет время в субботу. Так, savol gap ekan, demak ohangni o'zgartiramiz. У вас будет время в субботу? Shanba kuni vaqtingiz bo'ladimi? У вас будет время в субботу? Время so'zi birlikda, fe'l ham birlikda. У них будет дорогой ресторан. Ularda qimmat restorani bo'ladimi? Слово restoran birlikda, fe'l ham birlikda. Bu mavzu qiyin emas. Birinchi navbatda bu mavzuni yaxshi eslab qolish uchun olmoshlarni eslab qolamiz. Ikkinchi navbatda qaysi fe'ldan foydalanamiz. Agar sizda hozirgi zamonda nimadir bo'lsa, yesdan foydalanamiz. Agar o'tgan zamon bo'ladigan bo'lsa, otni rodiga va soniga qarab foydalanamiz. Например, был мужской rod uchun, была женский rod uchun, было средний rod uchun, были ko'plik uchun. Agar kelasi zamonda nimadir bo'ladi demoqchi bo'lsak, otni soniga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Bitta narsa bilan будет, ko'plik bilan esa будут. O'ylaymanki, bu mavzu ham sizga qiziq va foydali bo'ldi. Bundanda ko'proq video darsliklarni ko'rib, rus tilini o'rganishni xohlasangiz, Prep.uz'da maxsus onlayn kurslar bor. Kursga ro'yxatdan o'tish uchun video ostida biz havola qoldirdik. Havola orqali ro'yxatdan o'ting va Prep.uz bilan birgalikda rus tilini o'rganing.